Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan 30 kunlik challenge'da 3-kuni sizlar bilan valid parenthesis degan masala yechamiz. Bu oson masalalarımizdan biri. Masalani o'qib chiqib, keyin kod yozishni boshlaymiz. Bu masalada ochiluvchi qavslarni ketma-ket stikka ro'yxatga qo'shib berasiz. Yopiluvchi qavs kelganda esa stikning eng ustidagi qavs unga mosligini tekshirib o'chirib tashlaysiz. Bunda biz birinchi navbatda kod yozishni boshlaymiz va birinchi qavslar juftligini oson tekshirish uchun lug'at qilib qo'yamiz, ya'ni bracket map. Buni shunaqa qavsga olamiz va mana shuna qo'shtirnoq ochib, birinchi navbatda qavs, keyin buni bu chapachasi, keyin yana ochamiz va buni ikki nuqta va yana qo'shtirnoq, yana virgul va buni yozamiz. Bo'ldi, biz endi lug'at yozib bo'ldik. Endi tagdan stack for char and say. Agar belgi yopiluvchi qavs bo'lsa, if char in bracket map. Stikning oxirgi elementini olamiz. Agar stik bo'sh bo'lsa, reshotka belgisini olamiz. Top element teng stick pop qaws if stick else reshotka yozamiz. Va stikdan olingan ochiluvchi qavs joriy yopiluvchi qavsga mos kelishini tekshiramiz. If bracket map char top element mana da xato ketibdi. Top elements bu top element return false. Else agar ochiluvchi qavs bo'lsa stickga qo'shamiz. Stick append char. Return agar stick butunlay bo'shab qolgan bo'lsa, demak hamma qavslar to'g'ri yopilgan. Return len stack no. Kodimizni tekshiramiz. Bizda xatolik ketibdi. Xo'sh, xatoni topamiz.
true false. Va bizda xato biz bu ifdagi yozibmiz, bu mana yozish kerak bo'lgan. Xatomizni to'g'rilaymiz va yana tekshirib ko'rsak, masalamiz to'g'ri. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ham tekshirib ko'ring. Challenge'imizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga Telegramingizga yozib qo'ysangiz, men o'zim aloqaga chiqaman.